Assalomu alaykum hurmatli bog'bon akalar, fermer akalar, ko'l egalari, yaxshimisizlar? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumanining bitta chekkasida Repsavxoz, bu tomonda Andijon Repsavxoz, bu tomoni Namangan viloyatiga qarashli. Xo'p, 500 diametr trubada aytgancha bitta like bosib qo'ying, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Biz sizlarga shunday xizmatlarni ulashib borishga harakat qilaveramiz. 15 kilovatli ikkita nasos qo'yganmiz. Bittasi 37 kilovat o'rniga, bittasi ham 32lasini ham 37 kilovatli nasosni o'rniga qo'yganmiz. Hozir egalarining emotsiyasini bir ko'ramiz, qanday holatda, nima deyshadi. Aytgancha kommentariyada fikrlaringni qoldirib, shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Imkoniyat darajada borib xizmatini qilib berishga harakat qilamiz. Bir ariq suv oqyapti, 15 kilovatli nasos. 37 kilovat ham meni mo'ljalim shuncha tashagan, buncha ham tashamagan meni mo'ljalim. Lekin o'ta go'zal. Rahmat hammaga, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Mana hurmatli akalar, suv bosib ketdimi yo'q? Baqa ham ketyapti. Bu nasos 15 kilovatli nasos. 200 diametrda. Yarvaraj, hozir shu ko'lni urib ketadi bu. Вообще. Suv o'ta injiq oqyapti. O'tdi. Maza. Mana suvni qaranglar. Ariq oqyapti, ariq. Voy, voy. Ertalabgacha yurgizmaymiz-da. Xullas, shunchasini beradigan bo'lsak, o'chiraver. Hozir ko'lga urib ketadi. Sog'lik masofamiz o'sha tomongacha mashidan 40 metr, 45 metr uzoqligi. Men tushaman o'zim. Hozir hamma yoqda urib ketadi. Uzoqligi 45 metr. Mana shu bola o'rnatdi. Baxti nasoschi. Shu bola o'rnatdi. Instagramda baxti nasoschi desalaring kelib chiqadi. Bu tomonda ham 500 talik turba. Hozir ko'rsataman sizlarga. Hozir qaysi nasos o'rniga qo'yganimizni. Xo'p. Mana bu nasoslarni ko'ryapsizlarmi? Pashta chirib, ubitkaga chiqqan. Samodelniy kundalar. Mana. Endi bu ham 1 yillik xizmat qiladi bunaqa joylarda. Endi bu qancha xizmat qiladi desalaring, bu qumli joyda 1 yil, 1,5 yil bemalol kirchatkasi ishlaydi va kirchatkasini nima qilib beraveramiz. Almashtirib, xudo xolasa. Nasosni ovozi ham yo'q. Suvni ovozi eshitiladi, xolos. Polietilen quvurlari bilan mana shu holatda tik balandligiga bir 7-8 metr atrofida, uzoqligi 40 metr, bu bilan 60 metr, 200 diametrda. Hop, to'klari akalar o'ta zo'r ekan. 251, 250. O'ta moshina. Endi bu joyga kelib mana amperni o'lchaymiz aka, shuncha oraliqda. Ana shuni o'lchaganimizda ko'rib turibsizlar, 28 amper olyapti. 15 kilovat, 28 amper, 3000 оборот. Mana 27-28. Xullas, elektroshitlarni ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'zim yig'ib, qalay takomillashibdim. Qalay. Qo'ldan kelgancha yig'ib, bu yerga bitta razvedka qo'yib ketganmiz. Hozir mana shu joyda nima qolib ketibdi. Nimaga alsalaring, menaga ilib olib, svarka yoki bir narsalar ishlatishmaslik uchun bitta razvedka qo'yib ketganmiz. Xo'p. Bu joyda bunga o'xshash 37 kilovatli nasos bo'lgan. Mana, sentrabejniy. Bu nasos to'ki dodlottirib beryapti, ya'ni ko'rib turibsizlar elektr energiyani. O'shaning o'rniga mana shu ekonom nasoslarni o'rnatyapmiz. Xo'p. Bo'ldi. Meni mo'ljalim bularni ham o'ziga yarasha nimasi bor, elektr energiya juda ham ko'p sarf qiladi. O'ziga yarasha quvvati bor mana. Bular ham mana Adnavalniy ko'pchilik 75 kilovat ko'rib turibsizlar. Umrda yevoradi. 350 diametrda ketgan. 75 kilovat doddigiz boradi bu. O'sha shu chiqarayotgan joyga mana shu nasos chiqaryapti.
Xo'p, nasos $830. Turbani 1 metri, polietilen quvurlar 125 ming so'm. Elektroshitimiz 2,5 million so'm. Xizmatiga keladigan bo'lsak, mana shu joyga 5 million so'mga xizmatini qilib berdik. 5 million so'mga, mana. Xudo xolasa, xo'p. Nasos ishlashi ham zo'r. Hech qanaqa bir muammolarsiz ishlayapti, xudo xolasa. Endi akamiz endi maza qilib foydalanaveradilar. O'chirayna, urib ketmasin a. Hop. Hozir bo'ldi. O'chdi. Umuman beydagi holat akalar. Mana shu shit jonivorda ham bir o'ta shovqinli ovoz yo'q. Bu impulsli puskatelga kiradi. 100 amperlik. Bu yerda 28 nimaga 100 amper. 150 amper avtomat qo'yilgan. Yoz oylarida kun isib ketganda bu avtomatlarimiz tashab odamni kuydirib yuradi, o'zi tashab yuborib. Xo'p, impulsli puskatelimiz 100 voltdan 110 voltgacha ishlaydi. Ya'ni orqasidagi kontaktori impulsligi. Xudo xolasa tok past joylarda ham bemalol qo'shaveradi. Keyin orqaga shuncha suv qaytib kelgan vaziyatdagi suvda mana bu ichidagi musor to'planib qolsa orqaga o'zi tozalaveradi. Suv quy, mazani qochir yo'q. Bir marta knopkani bosasiz, suv chiqdi bo'ldi. Hech qanaqa muammolarsiz suv chiqarish imkoniyati ham bor. Endi akamizga aytamiz, bularni imkoniyat darajada ishchilarga aytib ko'ndirib qo'yishadi. Xo'p. To'klari hamma yoqda joyiga qo'ydik. Bu tomonda ham mana ko'rib turibsizlar, ikki tomonda. Bu yerga ham 15 kilovat qo'yganmiz. Chiqishi 20 metr quvur bilan chiqyapti mana shu tomonga. 20 metr quvur bilan chiqib, hozir buni ham yurgizib sizlarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa suvni. Bu yerda bitta 110 kilovat. Yo Alloh. Bitta 37 kilovat. Bu nasosni 37 kilovat o'rniga qo'ydik. Mana shu 37 kilovat o'rniga. Yo Alloh. Ustanovkasini qildik. Bu yer transformatorga yaqin. Bo'ldi. Nasos yurdi, ketdi suv. Hech qanaqa muammo yo'q. Keladi, knopkani bosadi, bo'ldi. Hech qanaqa problemalarsiz suv chiqaveradi. Xullas, bu yerga ham nasoslari bir xil narxi, adapterlari 250 ming, flanslar 150 ming so'mdan mana shu holatda ustanovkasini qildik. Bu tomonga yarim metr kloni bor ekan. Azna klon qo'shasizlar dedim akalarga. 500 diametr truba ketgan mana shu oraliqqa. Xo'p, 20 metr oraliqda bir 8 metr podyum bor. 500 diametrdagi nasosni qancha turbada to'ldiradi deysizlar. Aytgancha like bosib qo'yinglar imkoniyat darajada. Bu yerda ekonom qilib galdagi ishimizni ham yakuniga yetyapmiz. Yo Alloh. Xo'p. Bu 15 kilovatli nasosimiz. Suv. Qaranglar. Bu 15 kilovatdan chiqyapti akalar. Mana shu bir ariq suv. Voy. Mana 500 diametrda ko'ryapsizlar. Ozgina kam yarim. Soatiga 500 kuba. Bizda nasosimiz. Bo'laveradimi? Ikkalasini ham ustanovkasini shu ukam qilgan. Men shitlarni qo'yib berdim. Instagramda Baxti nasos chizsalaring chiqib keladi. Nasoschi Baxti. Voh. Nedagisi buzvordi hamma yo'qda. Ag'natvordi. Haqiqatan ham kovlab tashlabdi. Suv beydagi napor bilan urganda. Bu yerdagi truba 200likda. 200da nashi urilgan yerga o'tyapti. Bunisi o'ta zo'r. Bitta bu tomonga 15 kilovat, bitta bu tomonga 15 kilovat nasos o'rnatdik. Xo'p. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Biz inshaalloh nasib bo'lsa ishlarimizni yana davom ettirishga harakat qilaveramiz. Qalay, zo'rmi? Baxtiyor? Suv yoqdimi? Shu bola ustanovka qilgan. Shogird, xudo xolasa.
Bu yangi nasoslar kirib kelgan. Bu bizning yangi nasoslarimiz, xudo xolasa. Ishlashi juda ham zo'r. Suv chiqarishi voabshi chiqaryapti. Uni ko'ryapsizlarmi? Hop, 11 kilovat, 15 kilovat 250 talik. Tepshaveradi bemalol. Buni ham amperlari juda ham joyida, hamma yo'q, konkret. Endi xudo xolasa hozir akamizni chaqirib topshirib jo'naymiz nasib bo'lsa. Agar bundan ikkita qo'ysa, menga ujarim yarimdan ko'p chiqaradi. Juda ham zo'r. Xudo xolasa. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yasizlar, inshaalloh biz imkoniyat darajada sizlarga ulashib borishga harakat qildik. Va kimga xizmatlar kerak bo'lsa, biz bajarib berishga harakat qilamiz. Shunga o'xshash suv chiqarib. Bir dona nasos suvi. Allohim o'zingga shukr.